Barchaga salom, xullas bugungi videomizda biz Bedrock'li qamoqxonalar jangi o'ynaymiz. Biz ko'pini qurib qo'ydik, lekin biz videoni boshladik. Xo'sh, mana bu mini kubim. Uni Bedrock'li qamoqxonasi. Xo'sh. Men o'zimni bazaga kiraman. Shu Bedrock'ni olamiz. Mana birinchi xonamiz qanday qiladi? Xo'sh. Mana pol butun bo'lgan shunday. Shu blokdan bo'ladi. Xo'sh, mana men birinchi xonamni qurib bo'ldim mana. Xo'sh, bu yerdan birinchisi shunday bo'ladi. Buni ichida mana buni yozish kerak bo'ladi. Xullas, men uni qilish uchun mana bularni solamiz chalg'itish uchun. Xo'sh, endi mana buni solamiz. Xo'sh. Va ozgina ovqatam. Xo'sh, mana soldik. Endi bu yerdan qanday chiqadi? Mana sizga ko'rsataman. Ne qayerga qo'yadi? Shunday. Qilib bo'larkan, shunday qayerga qo'yamiz. Shunday joni ketsa ham shunday boradi va tushib o'tadi va keyingi xonaga. Va keyingi xonani quramiz. Xo'sh, birinchi navbatda mana shu yerga tushadigan zina qilamiz. Shuni tushadigan zina ham tayyor. Bu yerdan chiqib ketadi. Nima qiladi? Ya, chiqib ketdim. Quyosh qayerga ketdi desam, Bedrock'lar orasiga kirib ketdik. O'chib qoldi. Quyosh qani? Oho, mahvolot olib ketibdi. Bu bizning ikkinchi xonamiz o'xshaydi. Xo'sh, mana biz deyarli tugatib qoldim. Endi shu yerni o'rab olsam, keyingi xonamizni qurishni boshlaymiz. Xo'sh, keyingi xonaga. Xo'sh. Polni o'rab bo'ldim. Mana polni o'radim, endi tomiga o'tamiz. Mana tomni deyarli o'rab bo'ldik. Xo'sh, mana yo'qlar tayyor. Xo'sh, bu xonadan nima qilamiz? Bu mana devorni yo'q qilishimiz kerak. Polni boshqa blokdan bo'ladi. Voho, darvoza ochiq kirib ekansan mashina. Bemalol katta halang qilmaydi. Darvoza ochiqda bemalol kirib ketadi. Bu shapkasi tushdi.
Yep. Bu. Bir mana bloktan bo'ladi. Ha, to'g'ri ko'rdingiz. Bu blokdan buni qanday sindiradi desangiz, hozir ko'rib olaylik, keyin ko'rsataman. Mana ikkita tayyor. Bu devorni qanday yo'q qiladi desangiz, mana mana bu yerga mana qo'yamiz. Mana olamiz. Buni o'stiramiz. Bo'lsa qol. O'smaydimi? Qachon o'stirish kerakdir? Balki juda yorug'dir. Sakal. Önce meşer yaralı koyarız. Sal yorug' qolıyor. Şu o'raymiz hozir. Qorong'i bo'lishi kerak. Qorong'usak menimcha qorong'i botqoqlarda o'sadi qo'zg'ordan. Portaldan tayyor. Endi o'stirib ko'ramiz. Endi qop-qorong'i. Endi o'sish kerak. Uzoq qolmab endi o'smaydi. O'sish kerak. Xullas, bu ishlarimiz o'xshaydi. Xullas, birinchi bu devorni buzish uchun nima qilish kerak? Biz bunga 3 ta narsani berishimiz kerak. Birinchisi buni, ikkinchisi buni, keyingisi esa bundan. Xo'sh, bularni qanday berishni o'ylash kerak. Xo'sh, birinchi loydan boshlasak. Mayli, qo'ziqorindan boshlaymiz. Qo'ziqorinni qanday beramiz? Birinchi chambarlar kerak. Keyin bunga anvildan beramiz. Shu olamiz. Buna bo'ling deyaptik. Qorong'i. Menimcha qorong'ilik menimcha bo'lmaydi. Shuning uchun menimcha o'smadi. Şöyle olamiz. Buni qo'yamiz. Buni bo'ling deb. Belgisi ilib ichini tutamiz. Endi bunu oddiy berib qo'ymaymiz. Buni ozgina reptallashtiramiz. Buni bersak. Ne qilsam? Buni qanday yasaydi? Buni bir joyga yashirishimiz kerak. Qayerga qayerga. Ha, bildim. Tayyor.
Bunu içine sür. Salamiz. Haydi işte hayır, endi ikkalasi hal. Tuproqni qanday o'shilish? Tuproqni shunchaki berib qo'yamiz desam. Ha. Qidiradi. Tayyor qutxonamiz. Bu qutxon qanday yo'qoladi desangiz, mana hozir ko'rsataman. Bu keladi shunday. Hozir. Bunu oladım. Şuna böyle koyardı. Şuna üstüne. Çok küçük bir ne bu şişire şimdi. Çok küçük bir koyardı. Mana üstüne. Endi ben şişirge en yanına koyarız. Şuna bu bir yerden chiqib ketish kerak. Xullas, mana bu bizlarning xonamiz tayyor va o'tishga tayyor. Biz videoni boshladik. Xo'sh, birinchi senikidan o'tamiz. Pulni olmasa o'tamiz. Ko'tim. Xo'sh, nimalar bor ekan? Seni onalar. O, bitta sehrlangan oltin olma. Buni olaman. Xo'sh, uni yeymiz. O'lib ketishimiz mumkin. Hammasini qirishim kerak. Oho, ular o'zini o'zi o'ldiradi. Ular o'zini o'zi o'ldiradi. Ikkinchi xonaga mana nihoyat chiqdim mana. Xo'sh, bu yerda nima qilamiz endi? Hoppa. Bu paqir bor ekan. Zo'r fil qilaman. Xo'sh, mana sakraymiz. O'lg'ay. Ana, endi menikidan. Mana ukam vaqt qiladi. Qani? Aniq chichadi. Aytdimmi? Xo'sh, mana. Xo'sh, nima qilasan? Sandiqni ochib ko'rchi faqat tezroq. Xo'sh, bular nima ekan? Nima yasashing kerak? Qanday bir yerdan chiqib ketasan? Blok sindirish mumkin emas. Asaqlanki. Mana nima yerga qo'ydim? Buni ishlat. Sindirish mumkin emas, sindirish mumkin emas. Shu yerga qara, bittasiga qo'ydim narsa. Yaxshilab bo'lchi. Soni qarasam cheklanadi. Mayli, senga bir yordamim lavani ichida mana shunday ifuch orqali ko'ra olasan mana. Mana shunday qilib. Shunday. Mana shunday qilib ursa bo'ladi. Menikidek qildim. Mana shunday. Qo'machaqmi? Shunday ko'rinadi. Xulasanda bo'ldi. Hech narsa demaydi. Xo'sh, obunachilar mana ikkinchi xonaga o'tdik. Endi bu yerda IQ'sini ishlatadi. O'tchi. Birinchi xonaga ba'zir o'tdik. Aka, bu ana yorib, anamdan otdim. Xo'sh, boshladik. Boshla. Nima qilishim kerak bu yerda? U o'ldirmasang ham bo'la, qo'ychini ishlat. Masal o'ldir. Obuna bo'linglar. Iltimos ishlat. Vachdi. Bekar o'ldirding-da. Bekar o'ldirding. Bo'ldingmi? Qo'zg'arib olmasang bo'ldi. Endi birini takrorlash. Mana bu yerda nima bor? Nima bor edi? Xo'sh, mana sindirdi ba'zir shuni ham qo'zg'arib. La, menga so'zmani. Sovg'a emas, qamoqdan qochding deb hisoblaymiz seni. Bir umr shu yerda qolib ketgacha. Bu xonadan chiqsa bo'lar-ku. Xullas, obunachilar video tugadi. Videoga like bosib, kanalga